Voy, bir tuzukroq ham narsa yo'q-a. Bor-ey. Oyi. Voy xudoyim. Assalomu alaykum. Va alaykum Yaxshi assalom. o'tiribsizmi? Ha, keldinglarmi? Tinchmisiz? Ha, keldik. Assalomu alaykum Xudoga oyijon. shukr. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha. Iloh, tinchlik, xotirjamligini Yaxshi, bersin, sihat salomatligini bersin. Tuzukmisiz? Rahmat, yaxshi. Charchab qolmadingizmi? Yo'q, bolam. Bugun opang kelib ketdi. Opam? Hali men telefon qilib aytmadingiz. Opam yaxshimikan? Pochchachi? Yaxshi, hammasi yaxshi ekan. Tuzuk. Nima kelishibdi? Ovsini sunnat to'y qilyapkan ekan. Shunga aytgani kelibdi. Zo'r bu. Men osh-ovqatga qaray qolay. Oyi, shu keliningizni oldida to'y haqida gapirmasangiz yaxshi bo'lardi. Ataylab gapirganim yo'q-ku, bolam. Yo'q, to'g'ri, gapirmasangiz undan ham yaxshi-da. Biz ham atay qilmayapmiz, ko'rib turibsiz vaziyatni. Ko'rib turibman, bolam, ko'rib turibman. Ishlayman dedi. Mana ishga ruxsat ham berdim. Mana ishlayapti. Lekin bolam, mana doktorga borishni ham orqaga surmaylar-da, borish kerak-da. Ozgina gapirsam xafa bo'lib qolaveradi. Axir bolam, yoshing o'tib boryapti-ku. Yog'ini ham o'ylash kerak-da. Xo'p, boramiz oyi. Ustimni almashtirib chiqing. Mayli. Voy. Biram tegma nozik. Tavba qildim. Gapirib yubordim, nima bo'pti shunga endi? Tinchlikmi? Tinchlik emasligini o'zingiz ham bilasiz-ku. Zilol, men ham charchab ketdim hammasidan. To'g'risi bor. Oyijonim, opajonim, singlingiz ham hammalari haq. Siz men bilan bekorga vaqtingizni o'tkazyapsiz. Jonsiz yagona o'g'ilsiz. Sizdan zurriyot qolish kerak. Shunda ham o'qish, ishni deb kech oila qurgansiz. Men qara. O'zi to'y qilganimizga 2 yil bo'ldi. Odamlar 10 yil, 15 yilda farzandli bo'ladi. Vahima qilavermalaring, iltimos elladan. Oyim xo'p gapiradi, chidaymiz. Qarindosh urug' gapiradi, chidaymiz. San ham shunaqa demagan. Biz-ku umid qilishdan charchamaymiz. Keragicha kutamiz. Lekin oyijonning ahvolini ko'rdingizmi? Ular kundan kunga nurab, tushkunlikka tushib boryaptilar. Xo'p, nima qildiysan? Qiynalib ketdim, to'g'risi bor-ku. Nima xohlaysizlar o'zi mendan? Bunaqa yashab bo'lmaydi. Ajrashamiz. Zilol. Biz ishxonada tanishdik. Shu yerda sevishdik. Keyin oila qurdik. Men qara, nahot shunda oddiy tugatsak hammasini. Kallangni ishlatib gapirgan. Meni qo'yib yuboradigan xotinim yo'q. Tushundingmi? Lekin men ajrashaman. Narsalarimni yig'ib qo'ydim. Ertaga ukam kelib olib ketadi. Mana qara,
o'ylab ish qil. Bunaqa vaqtda, bunaqa holatda qaror qabul qilish to'g'ri bo'lmaydi. Tushunaman, jahldasan, asabdasan, lekin oxiri yaxshilik bo'lmaydi buni. Eshityapsanmi? Siz ham tushuning. Ajrashsak ikkalamiz ham qutulamiz. Siz bilan yomon yashamadim. Lekin bunaqa kemtik baxtni kimga keragi bor? Yaxshi. Shuni xohlaysanmi? Bor ketur. Tur. Bor, hozir ket. Tur o'rningdan. Men senga tur dedim, eshityapsanmi? Ketaman dedingmi? Ket. Tur dedim senga. Tur o'rningdan. Bor, ko'zimga ko'rinmagin umuman. Yoqmasa katta ko'cha, tushundingmi? Bilasizmi? Sizga bir yangiligim bor. Qanday yangilik? Bugundan boshlab Samitbek bilan Munisa bilan bir xonada ishlaysizlar. Qalay? Yaxshi-ku, lekin men sizni oldingizga boshqa masalada gaplashgani kelgandim. Tinchlikmi? Nima gap? Xullas men ishdan ketmoqchiman. Hazillashyapsizmi? Ha? Yo'q. Hazil qiladigan ahvolda emasman. Jiddiy muammolarim bor. Shuning uchun ham ketmasam bo'lmaydi. Nima deganingiz bu? Ha? Axir 10 yillik shartnomamiz bor-ku. Qolaversa, Qarzlarimni bittada yopib ketaman. Xavotir olmang. siz rostdan ketmoqchimisiz? Ha, dedim-ku. Shunisi yetmay turadi. Mana bir sog'ligingizda muammoyingiz bormi? Yo'q. Unda 4-5 oy ishlab keyin ketasiz, tushundingizmi? 4-5 oydan keyin Aziz chet eldan keladi. O'shandan keyin gaplashamiz. Axir Endi menga qarang. Sizni ishingizni boshqa odam qila olmaydi. O'sha Aziz qiladi, tushundingizmi? Agar meni hurmat qilsangiz, sabr qilib turasiz. siz bizga ko'p yaxshilik qilgansiz. Mayli, 4-5 oy ishlab beraman. Mana bu boshqa gap. Samatbek qani? Birga keldinglar? Yo'q, biz ajrashdik. Nima? Gap bu yoqda ekanda. Tushunmadim, nimaga ajrashdinglar? Sababi bor. Bu shaxsiy masala. Tushunarli. Bo'pti, mayli siz ishingizni qilavering. Kerak bo'lsangiz chaqiraman. Rahmat. Yaxshi ish bo'lmabdi-yu. Bugundan Zilola opa bilan bitta xonada ishlar ekansizlar-ya? Voy buncha zo'r. Tinchlikmi? Nima kayfiyatingiz yo'q? Kecha sal ko'proq ishladim shekilli, charchab qolman. Opa, boshliq xonasida ekanlarmi? Ha. Nonushta qildingizmi? Sport kiyimlaringizni shkafning ustiga joylashtirganman.
Kuzgi kiyimlaringizni esa jomadonga joylab Oyijonni xonasining yonidagi kichkina xonaga qo'yganman. Zilol opa, bugun sizlarga nima bo'lgan o'zi? Tinchlikmi? Samat akaga gapirsam, gapirgilari kelmaydi. Sizga gapirsam, siz ham jimsiz. Kayfiyatingiz yo'q. Nima bo'ldi o'zi? Biz ajrashdik. Shuning uchun har xil gaplarni gapirib, ikkalamizni ham noqulay vaziyatga solmang. Ha? Samat aka bilan endi begonamiz. Voy. Qanaqasiga opa hammasi yaxshi edi-yu. Nimaga unaqa bo'ldi? Yaxshi bo'lmabdi lekin. Oyi, men ketdim. Hey, to'xta, to'xta. Bu yoqqa qara. Senda gapim bor. Voy, bundoq kelib xayrlashib ket. Voy, tavba qildim men. Shunaqa ham bo'ladim. O'tir, senda gapim bor. Zilola hali ham sen bilan ishlayaptimi? Zilola, ha? Men bilan ishlayapti. Nimaga ishdan ketmayapti u? Tavba, beti bormi o'zingni? Oyi, endi shartnomasi bor ekan. Shartnomasi bo'lgani uchun yana 3 to'ra ishlab turadi. Menimcha ketaman deb yuribdi. Tag'in ham Zufar aka yaxshi odam, direktorimiz. Tushunadigan odam. Bo'pti. Shuni gaplashmaylik. O'zi biladi, nima qilsa qilaversin. Opang senga bir qiz topibdi. Uchrashib ko'rasanmi? Oyi, qo'ysiz-chi. Hali ZAKS ajrashtirgan yo'q-ku bizani. Muhlat bergan sud. Ajrashib oling, keyin chiqarman. Yuragi sig'adimi hozir oyi? Hali tayyorgarlik ko'rish kerak, mayda-chuyda ishlarni qilish kerak. Ha, ungacha ajrashib olasan. Uchrashib ko'raver. Sendan nima ketdi, bolam? Oyi, qo'ying. Yo'q, men uchrashuvga chiqmayman. Boshqa bu mavzuni ochmaylik, iltimos sizdan. Duo qiling. Uchrashasan. Duo qiling oyijon. Xo'p desang, keyin duo qilaman. Tushundingmi? Xo'p. Va'da? Mhm. Mayli. Ilohim, Allohning panohida bo'lgin. Eson-omon borib. Yaxshi o'tiring, oyi. Bo'pti. Xo'p. Zilol opa, suv iching. Rahmat. Ay. Samat aka bugun kechroq kelarkanlar, ha? Ular kelguncha birorta ish qila olmayman-da, eng qizig'i. Yangi hisobotlarni kompyuterlardan chiqarib berishlari kerak edi. Shunga qarab, ishimni davom etkazishim kerak. Ularni kech kelishini siz qayerdan bilasiz yo kecha aytib ketganmidilar? Ha, yo'q, bugun bildim. Samat akani bitta singillari opamni mahallasiga kelin bo'lgan ekan. Qo'qqisdan bir kun tanishib qoldik. O'sha singlisi bugun ertalab Telegram orqali yozib yuboribdi. Agar siz singillari bilan tanishib qolgan bo'lsangiz, 10 yilga qarz olganimni aynan siz qaynisi-singlimga aytgan ekansiz-da. Ha, uzr, siz buni sir saqlarmidingiz? Bilmasdan aytibman. Ha, mayli. Bo'lar ish bo'ldi. Barchasi ortda qoldi. Samat akangiz o'zi nega kech kelar ekanlar? Sababini aytmaganmidilar?
Qaynsinglim? Ha, aytdilar. Xo'sh. Haligi qaynopingiz Samat akaga kelin topibdi. Shu bilan uchrashib, keyin kelar ekan. Samat akangizni kutsangiz, hisobot tayyorlashga kech qolasiz. Kompyuterlarni yoqib, o'zingiz olganingiz yaxshi. Voy, men ham shunaqa deb o'ylagan edim. Lekin parollarini bilmayman-da, shuning uchun chiqara olmayapman. Parolini bilaman deb qo'ng'iroq qilsam ko'tarmadilar. Agar o'zlarini xonalaridagi kompyuterni olib chiqqan bo'lsalar, Zilola 4/5 parol. Rahmat. Hozir siz bilarkansiz yaxshi. Qarab ko'ring-chi. O'zgartiribdilar. Endi nima qilsamikin? Kegunlarcha bir tashqarilarni aylanib kelsammikin, ha? Baba qiladigan ishim yo'q. Shunaqa qila qoling. Zilola opa, siz xafa bo'lmadingizmi? Yo'q. Xafa bo'lmang opa. Sizni qadringizga yetmaganlarchi hali afsuslanishadi. Xohlasangiz yuring birga aylanib kelamiz. Meni ishim ko'p. Ha, mayli unda. Biror nima kerak emasmi? Olib kelaymi? Hech narsa kerak emas, rahmat. Mayli unda. Men ketdim. Endi oilada nima gap so'z bo'lganini bilmay turib, nima vaziyat bo'lganini sezmay turib, yana aql o'rgatyapti deb o'ylamang. Chunki bu oila muqaddas. Nima sizlarga ko'z tegdimi? Bir yaxshi oila edinglar. Ha? Aka, biz faqat ishxonada baxtli ko'rinardik xolos, lekin aslida unaqa emas edi. Endi oilaviy ishlar. Endi ukajon, baxtsiz odam har qancha o'zini harakat qilib ko'rsatmasin, baxtliligini isbotlamaydi. Sizlari ko'zinglar baxtli edi. Baxtli insonlar edinglar. Ko'z tegdimi, nima bo'ldi? Ha? Sizlarga ko'pchilik havas qilardi. To'g'risini aytsam, Zilolaga ham shu gaplarni gapirdim. Tushuntirdim. Ikkovinglar bir bo'lib, bir fikrlasanglar, bunaqangi mayda-chuyda gaplar chiqmaydi. Murosaga kelinglar. Murosa madorida gap katta. Tushundim. Endi nima ham derdim? Yosh bola emassiz. O'zingiz bilib, aql bilan ishlasangiz yaxshi bo'lardi. Mayli, ishingizni qiling. Kerak bo'lsa chaqirarman. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Munisa qani? Sizni kutib charchadi. Boshliq uni bankka jo'natdi. Kompyuteringizni yo'qolmadik. Parolni bilardinglar-yu. O'zgargan shekilli. Zilola 5/5 hali ham. Agar o'zlarini xonalaridagi kompyuterni olib chiqqan bo'lsalar, Zilola 4/5 parol. Rahmat. Unutibman. Lekin bugun aniq o'zgartirishim kerak. Uchrashuv ko'ngildagidek o'tgan shekilli. O'zgartirsangiz o'zgartiravering.
kiringlar uyga. Oyi. Mamula. Hozir. Hozir. Yaxshi o'tiribsizmi? Assalomu alaykum. o'tiribman. Kechimsiz? Yaxshi borib keldingmi? Zo'r. Nima bo'ldi bolam? Nima bo'ldi? Qo'y. Qayoqqa yuborgandim seni? Qayoqqa jo'natgandim seni? Ha, anu qizmi? Ha? Ko'rishdim, oyi. Ha, yoqdimi? Yo'q, yoqmadi menga. Nima degani? Ha, opangga bo'ladi debsan-ku. Men aytmanmi opamga? Ha, sen aytmay kim aytadi? Ha, yo'q, mashinada haydab ketayotganimda ha degan bo'lsam, yoqdi deb yuborgan sizga opam. Bilasiz, voqima qilib Bordingmi o'zi? Oyi, bormasam sizga bordim deymanmi? Yolg'on gapirmayapsan? Men yolg'on gapiraman, kop-katta bola 30 ga kirdi. Bo'lmasa boydakkina qiz-ku. Nimaga yoqmaydi senga? Yo'q, zo'r qiz ekan, gap yo'q, yaxshi qiz hayotda, lekin meniki emas, oyi. Senikini qachon qidirib topamiz? Bo'lmasa, ha? Meni ham o'ylaysanmi? Ha? Meni ham bog'lab qo'ymaganmi yerga? Axir farzandli bo'lishinglar kerak. Shuni ko'rishim kerak. Nima armonda o'tib ketamanmi, bolam? Navaralarim yo'q demoqchi emasman. Ana qizlarimniki bor. Bolam o'g'illigi boshqacha bo'ladi. Tushundingmi? Xo'p. Shu niyatlarimni ushaltirgin, jon bolam. Xo'p degin. Ha, deb tanlayverish ham yaxshi emas. Xo'p. Mana o'zingni tanlaganingni olib bergandim. Nima bo'ldi? Tug'ib berganda o'tirardi. Men uni yomon demoqchi emasman. Lekin tug'ish eplamadi. Men xotinimni hali ham yaxshi ko'raman, oyi. Yaxshi ko'ramish. Sevgidan qorin to'yarmi? Sevaman emish. Oyi, odamlar 20 yilda farzandli bo'lyapti-yu. Boshqalar bo'lsa bo'laversin. Tushundingmi? Men kutolmayman. 20 yil kutsang, sen tengilar allaqachon bolalarini uylantirib, qizlarini chiqargan bo'ladi-ku. Endi misol dedim-da. Misol emish. O'ylab ko'r. Tushundingmi? Yana chiqasan bilib qo'y. Yana chiqasan. Xo'p, oyi, bo'ldi. Xo'p, bo'ldi. Kiyim almashtirib chiqsam bo'ladimi? Bahona. Bahona shu hammasi. Avvallari vaqt tez o'tardi. Hozir bir kunda ham o'tish qiyin bo'lyapti. Nimaga unaqa deyapsiz? Endi qolgan 4 oy tezroq o'tsa ketardim deyman-da. Aziz aka kelmaguncha keta olmasangiz kerak baribir. 4 oydan keyin kelar ekanlar. Shuning uchun ham kun sanayapman. Ha. Boshqa joydan ish ham qidirib ulgurgandirsiz-a? Ha, surishtiryapman. Siz ketib qoladigan bo'lsangiz, men ham uzoq qola olmasam kerak. O'zi ayollar 2 dona ishlardik. Siz ham ketib qolsangiz. Xohlasangiz sizni o'zim bilan olib ketaman. Shunaqa qiling. Lekin-chi opa, vaqt sekin o'tyapti deyapsiz-ku. Men uchun yugurib ketayotgandek. Bolamchi kun sayin o'syapti. Kecha tug'ilgan bolam mana shuncha bo'lgan-a? Ayniqsa, voy ishga ketayotganimda menga ergashishini ko'rsangiz, dod deb yig'lab, shunaqa kayfiyatda zo'rg'a ishga chiqib kelyapman. Bola tug'ilsa bo'ldi ekan, tez katta bo'lib ketar ekan. Tavba, busi ham hayron. Umri uzoq bo'lsin. Rahmat, aytganingiz kelsin. Bitta xonada deysanmi? Boshqa xonada ishlardi-ku u. Kim biladi nimalarni rejalashtirib yurgan ekan. Balki nomiga ajrashib ishxonada er-xotin bo'lib yurishgandir. Uni kim biladi? Qo'ysang-chi. Akangni fe'lini bilasan-ku. O'sha kuni yomon jahli chiqdi. Ular bilan birga ishlaydigan qiz meni tanishim. U bilan har kuni gaplashib turaman. Akam bilan o'shachi bir-biri bilan avvalgidek gaplashib yurganmish. Voy qizim-ey. Bitta ishxonada, bitta xonada ishlagandan keyin ish yuzasidan gaplashgandir. Nima bo'pti shunga? Voy, vahima qilasan-ey, qizim-ey. Yo'q, bunaqa deb o'ylamayman.
Nima qilay, ami? Nima qilay men? Nima qilishim kerak? Akamga ayting, uni ketishini kutib o'tirmasdan bo'ldi. O'ziga boshqa ish topsinlar. Ketolmaydi. Shundaymi? U ishxonadan ketolmaydi. Unda tezroq boshqa kelin topish kerak edi, oyi. Qidirganmiz u? Men ham surishtiraman. Kelinlikka yaxshiroq nomzod chiqib qolsa, aytaman sizga. Xo'p, ayt. Mayli qidir. Zora birorta yaxshi chiqib qolsa. Hey, men ham akangga har kuni javra urib charchab ketdim. Mana uyga ham kelgisi kelmaydigan bo'lib qoldi. Meni ko'rsa ko'zlari katta bo'lib ketadi. Oyim yana nimadir killa deb. Sho'rlikka rahmim ham kelyapti. Xo'p, mayli. So'rab qo'y. Voy. Bo'pti, men uyga borib kelaman. Agar u kim so'rasa, aytib qo'yarsizlar. Boshliq aytmadimi 12da majlis bor? 12da? Yo'q. Ha, mayli, ishingiz zarur bo'lsa, Zufar aka buni to'g'ri tushunadi. Ketavering. Ha, bormasam bo'lmaydi. Bugun opam kelar ekan uyga. Jiyanlarimni ham ko'rmaganimga ancha bo'ldi. Jiyanlaringiz keladigan bo'lsa, hozir qo'ng'iroq qilib qo'ying, ehtiyot bo'lishsin. Nimaga ehtiyot bo'lishadi? Oshxonadagi muzlatgichning tagida elektr simi sal ochilib qolgan edi. Bolalar usha olmasin deyman. Ha, yo'q. Zilol opa. Sizni tashqarida kimdir so'rab kelibdi. Kim so'rab ketdi? Bilmayman, tanimadim bitta erkak kishi. Erkak kishi? Ha, Mardon? Zilola, ishxonangda sen bilan birga ishlaydigan erkak bor ekan-ku. Ismi nima uni? Ha, u yerda erkaklar ko'p-ku. Qaysi birini so'rayapsan? Bo'yi balandroq. Ismi Zafar dedimi, Jafar dedimi, aniq eslab qola olmadim. Balki Samad degandir. Ha, xuddi shunaqa dedi. Menga qara, kim u o'zi? Nimaga so'rayapsan? Sen xonangga kirib ketganingdan so'ng men ham mashinam tomon ketayotgandim. To'satdan yo'limdan chiqib, so'roq savol qilib ketsa bo'ladimi? Juda qo'pol odam ekan. Erimisiz, kimsiz desam, javob bermaydi o'zi. Yana meni tergagan. Yana nima dedi? Meni kimligimni so'radi. Kursdoshiman, 8 yil deganda chet eldan qaytdim. Hamma kursdoshlarni yig'ib mehmon qilmoqchiman. Arang topdim bularni desam ham ishonmaydi. Kim o'zi u? U qorovul, ahamiyat berma. Yo'q, gap so'zidan, kiyinishdan qorovulga o'xshamaydi lekin. Endi bugun tug'ilgan kun edi, shunga bashangroq kiyinib olganda. Ha, mayli. Uydagilaringga salom ayt. Oy oxirida o'tirish borligini esingdan chiqmasin. Men qolgan kursdoshlarni ham topaman. Xo'p. Ajrashishga rozi bo'ldim. Ammo erimdan ajralish og'ir ekanini ich-ichimdan his qilib turibman. Oyi? Men ketdim. Ha, uchrashuvga ketyapsanmi bola? Uchrashuvga? Ha? Yo'q, bolalar bilan choyxonaga. Voy, u nima degan? Gaplashib qo'yganmanmi? Uchrashuvga borishing kerak, bola. Yo'q, qanaqa uchrashuv? Bolalar bilan bugun dam olish, toqqa chiqishimiz kerak, oyi. U qiz nima bo'ladi? Qaysi qiz? Voy, biz gaplashib qo'yganmiz, uchrashuvga borishing kerak, boradi deb qo'yganmiz, bolam. Mazasi yo'q ekan, ichi ketib qopti, to'g'ringlar, bo'ldi. Qanaqa qilib? Voy, oyi, bu eng zo'r bahona. Xo'p deysiz, bormayman baribir. Choyxonani kecha olmayman, bolalar xafa bo'ladi. Bolalar kecha yuboradi ekan mendan, oyi. Shunaqa qilib yuraversang, qachon uylanasan, ha? Qachon uylanasan? Agar onam desang, bugun uchrashuvga borasan, bilib qo'y. Onam deyman, lekin uchrashuvga bormayman, oyi. Nimaga? Uylangim kelmayapti. Uylanmaysan, ha? Yo'q. Unda erga beray bo'lmasa, ha?
So'mingiz yo'qmi? Yo'q so'mim, bo'lsa ham bermayman. Bo'ldi, baqiring. Bo'pti, yaxshi o'tiring, oyi. Voy xudoyim, qachon insof berarkan senga? Eshitaman. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Rahmat. Uzr, sizni yana bezovta qildim. Akam o'tirishga ketyapman deb uydan chiqib ketibdilar. O'zi yana bitta qiz topgandik. Uchrashuvga bormayman deb aytibdilar. Xo'sh. Mabodo bilib bera olmaysizmi? Akam anavi xotini bilan birga emasmikan? Birinchidan, akangizni xotinini ismi anavi emas, Zilola. Ikkinchidan, siz bilan tanishganimgacha pushaymon bo'lib ketyapman. Jonimga tegib ketdingiz to'g'risi. Shunaqa ham qiz bo'lasizmi? Farosatingiz bormi? Voy, jahl qilmang. Agar nimadir mandan bilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, faqat bitta gapni aytishim mumkin. Samat aka bilan Zilola opa bir-birini yaxshi ko'rishadi. Bir-birisiz tura olmaydi. Jonidan ham ortiq ko'rishadi. Qo'yingi. Iltimos, ularning hayotiga aralashmang. Xo'pmi? Tushlik vaqti ham bo'pti. Sherigingiz ko'rinmaydilar. U bugun kelmaydi. Nima kelmaydi? Bitta odam bilan uchrashuv bor ekan, muhim. Shuning uchun kelmas ekan. Uchrashuv bor ekan? Kim ekan u? Bo'lajak eri. Qanaqasiga bo'lajak eri? Samat aka, nima qilasiz o'zingiz alda? Zilolasiz yashay olmaysiz u baribir. Qarang asabiylashib ketishingizni. Xo'p, Zilola ham boshqasiga turmushga chiqdi deylik. Siz ham boshqasiga uylanarsiz. Farzandli bo'lib ketishingizga kim kafolat beradi? Nahotki ajrashishdan boshqa yo'lingizlar, yechimingizlar bo'lmasa? To'g'ri. Yaxshi niyat bilan bir yostiqqa bosh qo'ygansizlar. Avvalambor uzr aralashayotganim uchun. Lekin 10 yil, 12 yillab farzandli bo'lmasdan turib, keyin farzand ko'rganlar bor. Sizlarda hali buncha vaqt o'tmadi-yu oradan. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Zilola opam ham ich-etlarini yeb yuribdilar. Sizni yaxshi ko'radilar, Samat aka. Rostdan uchrashuvga chiqib ketdimi? Agar gaplarimga ishonmayotgan bo'lsangiz, mana yonimizdagi xiyobonga chiqib, o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Voy, yana ko'tarmaydi yana. Munis, nimaga qo'ng'iroqsiz ko'tarmaysiz? Qachondan beri sizni kutyapman. Ha, o'zingiz aytdingiz, kutib turing dedingiz. Birga kasalxonaga boramiz dedingiz. Undan keyin birga chiqib tushlik qilamiz, do'konga kiramiz dedingiz. Munis unaqa emasdi. Men uyda ham qancha ishim bo'lsa, hozir ko'nglimga ham sig'ayotgani yo'q. Xo'p, ishxonada ham ko'rishsak bo'lardi-yu. Nimaga men ko'chaga chaqirdingiz, Munis? Voy, gapingizga to'g'ri kelmaydi-ya. Bo'pti, xo'p, ketdim uyga. Xo'p. Nima qilyapsan bu yerda? Samat aka, Munis menga nima dedi bilasan? bilmayman. Yigit bilan uchrashuvga chiqdi, pastda xiyobonda deyapti. Siz nimaga meni tergayapsiz? Nimaga tergamayman? Ha, shunaqa. Uchrashuvga chiqdim. Siz ham uchrashuvga chiqib yuribsiz-ku. Yo, bu ayollarning makri desa hech ishonmasdim. Mana shunaqa bo'lar ekan-da. Bo'pti, qorning ochmi? Ko'ylagingiz yoqasi kir bo'pti. Endi o'zim yuvganimdan keyin kir bo'ladi-da. Bo'pti, qorning ochmi? Yo'q. Ayol kishini yo'q degani bu ochlikdan dalolat beradi. Ketdi, yur. To'g'ri qildi.
to'xtang. Xudoyim ey, mana pichoq o'lgurlarni o'tmasligini qara. Voy tavba, bunda erkak degan zot mana pichoqlarni o'tkirlab qo'yadi. Bu bo'lsa hayol surib o'tiraveradi. Meni gapim pirt degim bunga. O'zi bolaligingdan shunaqa eding. Qaysar, injiq eding. O'zingni gapingni qilarding. Mana hali ham gapimni bir tigingga olmasdan osmonga qarab o'tiribdi. Hayol surib. Seni erkalagan sarib boshimga chiqib ketyapsan. Eshityapsanmi gapimni? Axir men ham bir kelin ko'ramanmi yo yo'qmi? Yo mashinaqa o'tib ketamanmi? Pinagini buzmaydi bu. Tavba qildim. O'tirgan, indamay. Ichimdan top deb. Kimga gapiryapman men shunchasi? Ha? Topdingmi axir birortasini, jon bolam? Qanaqa qilib so'ray sendan, ha? Topdim, oyi. Sevib qoldim men. Rostdanmi? Shuni aytsang bo'lmasmidi? Qari bir soatdan beri javrayman, ha? Tutinim chiqib. Qanaqa qiz? Yaxshi qizmi? Qaysi mahalladan? Voy, uzoqdan bo'lsa ham mayli, olamiz. Boraman. U o'zimni xotinim, oyi. Xotiningga kuydirgi chiqsin. Unaqa demang, oyi. Qo'ysangizchi. Men borib olib keling shuni. Yopishib qolganmisan? Yopishib Uyga? qolmaganman. Shundan boshqasi yo'qmi? Bu kelin dedingiz, mana hozir kelin olib kelib beramiz. Xo'pmi? Bizni kuting va biz qayturmiz. Ha, kuydirgi. Pishiram bitta sho'rik. Tavba. Hech kelinga yolchimadim. Mayli. Taqdir shu bilan ekan. Nima qilay? Baxtli bo'lsa iloyim. Opa, o'sha kuni xiyobondaligingizni zo'rg'a aytib oldim-da. Aytishimni bilaman. Voy, shunaqangi qizarib, bo'zarib, tepa sochlari tikka bo'lib ketdi, ishonasizmi? Shunaqangi asabiylashdilar. Aytganimdan keyin o'zim qo'rqib ketdim. Borib, xiyobonda janjal qilsalar nima bo'larkin deb o'tira olmay qoldim, ishonasizmi? Voy, Muniz tuzgan rejangiz qursin sizni. Naqd kerosin sepsizda. voy aytmang. Qanaqa vajohatda kelganlarni ko'rganingizda edi. Janjal qilmabdilar ham, yaxshi. Men ham qo'rqib ketdim. Qo'rqdingizmi? Qarang. Voy, Muniz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu senga. Seni yaxshi ko'raman. Men ichimga sig'may ketyapman. Zo'r-ku. Voy. O'zi shu xonada ortiqchalik qilmayapmanmi, mabodo? Ha? Sovg'ani qarang. Ha, shu bitta shirinlik ham qo'shib kelmabsiz-da menga ham. Muniz. Turmush o'rtamga telefon qilmasam bo'lmaydi. Avvallari hech aytmagandingiz. Voy, chiroyliligini. Yoqdimi? Ha. Rahmat. Arzimaydi.
oyijon, oyi. Nabirangizga shunday qarab turing, ovqatni tayyorlab olay. Bilasiz-ku, qo'ysam yig'laydi. Ha, bo'ldi-da, bo'ldi. Ishingizni qilavering, men o'zim qarayman. Ha, bu kunlarni men qancha kutdim, ha? Va qancha tug'ib bersangiz qarayman o'zim. Voy, Xudoga shukr, niyatlarimga yetkazganingizga shukr. Rahmat, oyijon. Ha. Voy, acholim, toychog'im meni, acholim meni.